Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Jaloliddin Behram yozgan Kona qopqon degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Danishning heliqi yutib ketgan qopqonni Danik Mollerning hiniga sotmoqchi bo'lib kelgan yeri kep to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Sen qurib boqina, dedi Moller hayron bo'lib. Bu qandoq hili mikr bilan yasalgan nima? Menmu qurishni, ichishni bilmayman. Qancha haplashib baqdim, lekin amal qila olmadim. Buni nerdan tepib kelding? Bir odam yo'qolgan etini izlab ketib, qumliqda qo'ziqlari sug'urilgan holda uchirtib qopti. Men uningdan 8 tangak setib oldim. Bu qopqon qaysi davrga taalluq? Analiz qilsak bo'ladi. Karnik Moller 20 tangini sanab Danishga berdi. Bilaman, sen hargiz yolg'on aytmaysan. Sanga azroq nap berdim. Karnik Moller Danishning qishida o'ltirib, yana qanday asara atiqlarga ehtiyojli ekanligini so'zlashga boshladi. Ammo Danishning qo'li chandurmay g'iloblik pichiqining dastasi tarafga surildi. Bu chaqda ichkiriki uyga kirib ketgan Kinatun hayal o'tmayla qaytib chiqdi. Danish pichoq dastidagi qo'lini darhol yig'ishtirib, o'rnidan turdi-da xo'shishib chiqib ketdi. Qiyin inisi Henry o'lgandan keyin Danishqa texmi o'ch bo'lib ketgan Kinatun uning orqasidan olib qo'yib divonga kelib o'ltirdi. Do'stim Moller, Kinatunning chiroyida istihzo bilindi. Boyiqi divoniga burnimdan kirgan suv ko'zimdan chiqdi degan gapni degulik emas edi. Bir savodsiz xo'tallik inoyat oxundan yengilgan bo'lsaqmi, uni tan elish biz oliy zodalar uchun numus. Men u ishni har qancha qilibmi unutib ketolmadim, dedi Moller ufsinib. Chorosiya konsuli Petrovski, Angliya bosh konsuli Makartini oldan suğu bir nöri. Lekin menga o'xshash sharq tillari mutaxassisi ustoz Lavrenis va boshqa olimlarning necha yilgacha ahmoq qilinishi unutilg'isiz ham kechirgusiz haqorat-ku. Bu Angliya Xonsari muzeyi uchun o'chmas qaratamg'a. Happalli Kinatun bois ustalga paqqita urdi. Bu setchilikni ichimizda bilaylikki, hargiz sirtimizga chiqarmayli. Diqqat qildingmikin? Boya sen shu gapni qilganda Danish degan qalandar zahardek kuldi. Uning yijishi yuragimni qo'qasda pushilgandek qilaverdi. Bu Danish degan ablahni zodili tushunolmadim. Mollerning qapoqlari mijita turildi. Uning tarsha putiklar xarobasiga aparganligining, meni 2 qitim o'limdan qutqizib olganligining xotirasini qilmagan bo'lsam, uni allaqachon joylab etdim. Endi aldiraqsalik qilish texim bo'lmaydi. Cheriklar, oyg'oqchilar nechoy izlab topolmagan bu qotilning o'z oyog'i bilan qo'rqmay kelishi odamni taajablantirdi, dedi Kinatun. U 4 yil yaqa yurtlarda yurib, Fonlikok, Batas ham aka-ufka Besoviskilar bilan uchrashib, ko'zi ichilib ketibdi. Bunaqa tang kelmek tez. Bo'libmi uning Mirkamil, Mevlut, to'xtilarning qandoq o'lganligidan hatto Rossiya, Shvetsiya gazetlarida e'lon qilinganligidan xabar tepishi eng qo'rqinchli. Shunga tukni yetishiga silab, yo'lvasini chuchitib qo'ymay, uni qumliq ishkirsiga to'ydirmay ilib berish kerak. Bizning pasib o'ringa tushib qilishimiz uning qotilligi haqida aniq faktimizning yo'qligida. Kinatun ko'zlarini nagidur tikib turadi. Shunga u ishonchlik holda men qotil bo'lgandan keyin Van Ambalga o'zimni ma'lum qilaman. Qani sizlarning gumon farzinglar put tasab turamdi yoki mening isbotlarimmi? deb bizga qo'qoq solaldi. Qisqasi, u bizning titan tomirimizni tutib oldi. Hayronman. Moller sarg'ish sochlarini siladi. 1 yillik bir obda ishlayotgan odam nima uchun men qasdga uchrab 3-kuni g'oyib bo'ladi? Biz Taklimakan atrofidagi jiq turalg'u kanitlarni yushurun oshkora tekshirdik. Lekin Danish ismli odam topolmadik. Mening gumonim, Danish deganmi uning asli ismi bo'lishi notayin. Bu mumkinmi? Moller nima uchundir duduqlab ketdi. Bo'ldilar, bu gaplarni qilishmayli.
İçim açıq bo'lib qoldi ekan. Kinaton Bayis divan yo'lanchigiga o'zini tashlab ko'zlarini yumdi. Mollerning qandaqdir arzimas odamlar oldida o'zini paslishi qalisidan zodila o'tmagan edi. Uning qizil ko'z chiroyiga ochiq ta'na uyib qolgan bo'lib, buruqtirimliq ichida qopiqini turib o'ltiratdi. Shunga Mollerning "Endi orom olayli" degan so'ziga u darhalla o'rnidan turib Buningdan keyin inoyat haqidagi gapni har qanday so'rin yig'ilish va odamlar oldida og'zimizdan chiqarmayli, dedi. Bo'ladi, gaplaring o'rinliq do'stim Kenaton. Atdigandan beri oyog'i uzilmay kelayotgan odamlarning narsa keraklarini baholab, sodilishib, charchab ketgan Moller bilan Kenaton ichkiriki yasidaq saroyga kirib, qahva damlab ichdi. Ular bal qo'shiq bilan chinidagi kolla qandni ilashtirib o'ltirib, birdam sukutga cho'mdi. Ang'icha turmush va omborga mas'ul oqsoqol qeri ishqullar kirib keldi. U to'n, patnus, qapqonlarni tag'arga tiqqandan keyin chiqib ketdi. Xotan doti Wang Ambal ishqullarni mening qo'l ostimda uzun yil ishlagan, eng ishonchli odam deb akilib bergan edi. Bu jimg'ur odam ancha gap qilmag'ini bilan ajnabiylarga dilxo ishlaydi. U bugun ambarga 10 qatimda qatirdi bo'lg'ay, lekin voysimidi. Ishqullar setivilangan buyumlarni har qatim ko'tarib bang'inda Karnik Moller har qaysi buyumni o'z turi bo'yicha qo'y deb chekilaydi. U bo'lsa, "Xo'p" deb qo'yib, itoatparlik bildiratdi. Biroq ichida bu eski tuskilarga shuncha pul g'ashlab nima kepti? Beshini eshak g'oji olgan paranglar deb g'udrab qo'yatdi. Ishqullar uzab ketgandan keyin Kinaton Bayis ishini yepetib gap boshladi. Heliqi qerining juldir kepiniga bergan 14 tangining ko'zi uchiq ketdi, dedi Kinaton ichingan qiyofatda. Shunchalik pulga arzimdi. Shoh Mashrab deydigan jahonkazdi bir qalandar g'azalxon bor. Moller qahvadan bir o'tlab tomoqini tamishib qo'ydi. Uyg'urlar uni avliyo deb bay'at qilishidi. U to'n Mashrab yashagan davrdagi kiyim-kechak madaniyatini tadqiq qilishda muhim buyum. Yana texi Shoh Mashrabning to'ni Angliya xon saroyining muzeyidan o'rin olsa, sharqliklarning ko'zlari olichakman bo'lib ketar. 14 yildan beri 4-qitim taklimakonga kelishimiz. Kenaton sarg'uch yeshil ko'zlarini hamrohiga tikdi. Har qitim yo'tkalgan yuzlab sanduq asar atiqa, madaniyat buyumlari, qimmatlik go'harlar, ajoyib g'aroyib putuklar, buddizm yodikorliklari davlatimizning xon saroy muzeyiga yo'tkaldi. Har qitim kelganimizda yana o'zgacha narsalarni qezib olamiz, ham setib olamiz. Bu tugmaydigan qandoq boyliqdi deb qolaman. Kenaton, sen ichingdagini ochiq demiding? Moller qo'ldagi piyolani ustalga qo'ydi. Sen bu juldir kepan hayvondan battar yashayotgan odamlarning raso gullangan davri bo'lgan chig'i demakchisan, shundaqmi? To'p-to'g'ri, kulli Kenaton. Sen mo Shoh Mashrab avliyodan qilishmaysan. Nadikni? Shoh Mashrab olamga tunilgan jahon shumul g'azalxon. Men bo'lsam ekspeditsiyachi, xolos. Apargan boyliqlarining ko'pligidan podshoyimiz senga sirliq avliyo deb nom bergan tursa, mening qo'lga kirgizgan narsalarim boshqalarning oldida xotanlikning tili bilan aytganda hundiga sundi bo'la olmaydi. Moller ochiqini kuldi. Ming yillar ilgari qanchilgan Yevropalik sayyoh, tavakkulchi, din tarqatquchi, qidirg'uvchi, jahonkazdi va hukumat elchilarining sharqdagi bu diyorga kelganligi noma'lum. Miladiya 4-asrda imperator Aleksandr Makedoniyskining sharqqa yurish qilishi bilan Grek qo'shinlari O'rta Osiyoni istilo qildi. Shundala Yevropaliklar Markaziy Osiyo va Tarim o'ymonligidan iborat lo'q go'shtni bilib oldi. Oddisi 19-asrning o'rtalaridan boshlab kirgan Germaniya, Vengriya, Amerika, Fransiya, Rossiya, Yaponiyalik ekspeditsiyachilarning oyog'i uzilmadi. Ular Xotan, Qashqar, Oqsu, Kuchar, Turpan, Ili, Qumullargacha berib, necha 10 yillargacha boylik izlashni davom qildi.
Bundaq talan-tarajning tarixda to'ldirib olg'usiz fojiasini Çin hökuməti düşənmidi. Mollerning bu uzun nutqidan nihoyatda sirliq bir rojakni ko'rgandek bo'lgan Kinatun cho'nqur ting'inicha beshini ko'tardi. Shuncha boyliqni egisi bo'lgan bu millatning mushunda holga tushib qilishiga aqlim zodi yetmaydi. İslamiyatdan keyin O'rta Osiyoda madaniyatning gullanishi yana bir qancha asrlargacha davomlashdi. Yipak yo'li xarobalashgandan keyin ular o'zidan o'zgini bilmaydigan bekinma holatga o'tdi. Sharqshunos Moller salopatgina yutilib qo'ydi. Men yiroqni so'zlamay, bo'libmi yaqinqi 70-80 yillardan beri Yevropaliklarning bu unutilgan zamonga qadam elishi, bu yerdagi to'v istixbor quli bo'lgan itoatman odamlarning tashqi dunyoga bo'lgan hayronligini oshirdi. Azaldilla sirtdan kelgan karomatchilarni cho'ng biladigan, ixlos qiladigan bu oq ko'ngil odamlar ularning to'yga karvonlarini yetilab, taklimakondan g'oyib shaharlarga ilib keldi. Tova, Kinatun yoqisini tutdi. Bu nima degan go'l haq, nima degan ahmoq? Bu odamlar bizga omad ilib kelamdi yoki ofat deb o'ylamaydi-kina? Shu emasmi? Garnik Moller masxirlik kulib qo'ydi. Ko'k ko'z, seriq choch, bastlik kelgan bu odamlarning nimishqa qum ostiga ko'milgan bu qadimiy shaharlarga shunchalik qiziqadiganligini, nim sababdan eski tuski va juldur kepallarni yig'diganligini zodila tushunolmadi. Chet elliklarning 4 dengisi ularni ajdodlarining madaniyat meroslarini sitib yedigan g'urursiz, aqlsiz, vijdonsizlarga aylantirdi. Bu haq bir qarsang shuncha muloyim va royish, dedi Kinatun bois. Ammo biror ish pisantiga sig'masa birdamla g'oljir bo'riga aylandi ekan. Buning tarixiy asosi bor. Bu haqda Brzezinski mundaq deb yozgan. Bu yerdagi odamlar moddiy turmush jihatdan nomrod bo'lib qolmasdan, balki yana ruhiy dunyo va ma'naviy turmush jihatdan ajoyib zaiflik ichida yashaydi ekan. Ularning dunyo haqidagi bilimlari va ong sezimi faqat atrofidagi tor muhit bilan cheklandi ekan. Nomrodlik, ochsarlik va rahimsiz tabiat bilan to'xtovsiz ravishda kurash qilish jarayonida ularning xarakterida bir xil johillik, ichiga tinib ketgan sukut va o'tgan kuniga shukr qilish psixikasi shakllangan ekan. Ularning sulg'un chiroyidan kulka tabassumni ko'rish nihoyatda taskan. Qisqasi ular Kinatun qahvasini bir ko'taribla ichibdi. O'zlarini sityotidi, ajdodining ruhini sityotidi. Bu intayin hamoqatlik tamg'a. Karnik Moller bilan Kinatun bois 50 yoshlar atrofidagi bardam odamlar edi. Moller Germaniya Myunxenda tug'ilib, 10 necha yoshlarga kirganda ota-onasi bilan Angliyaga qaytib kelib, shu yerning puhroligiga o'tdi. U Oxford universitetida o'qiyotgan chaqlarida Oqsumak oilasidan kelib chiqqan Kinatun bois bilan tanishib, uning bilan ilmiy muhokimalarda billa bo'lib, yaqin do'stlik o'rnatdi. Advokatlik kasbiga ishtiyoq bog'lab, bir necha yil da'vo dasturlar bilan shug'ullangan Kinatun keyincha Karnik Mollerning sharqshunoslik ilmiga qiziqib qilib, jahon kezishni eng ko'ngilli hayot deb jazmladi. Karnik Moller jo'g'i kichik, oq-seriq, yuziga qizg'uch qora buruti yarashgan tamkin odam edi. Kinatun bo'lsa, badani to'lgan, egiz bo'y, ingak uchiga bir tutam qirqim soqol qo'ygan, burutsiz, tabiati sal yinik, hiyla-mikriga usta, mulohizlari cho'nqur, qizil ko'z odam edi. Boyiz, dedi Moller mugdak besiyotgan do'stiga qarab. Vaqt bir yer berib qapti, aram olamdiq. Mayli. Charchab qoldingmi nima? Bak xomush ko'rinsan. Moller chaqchaq qildi. Qumliq qaraqchisiga agassang, mushundoq aromliq yo'q, qandaq dedim. Po'x yema bir tutam. Kinatun jo'g'ichik Mollerga shundoq deb chaqchaq qiladi. 14 yildan beri sang agishib taklimakonga 3 qitim keldim. Mana bu 4-qitimligi. Birer qitim voysab boqdimmi? Sening og'zingning bezapligi, odam tillab o'tirsan. Ammo shu qo'pol gaplaringga kunib qoptiman. Turupla Hindistonning g'arbiy shimolidagi chegara rayonida qadimgi buyumlarni o'g'irlash voqeasi esim kelib qoldi. Poh, ajoyib boyliqlar edi-ya ular. O'g'irlash deb nimondoq sat gap qilasan? Uni qadimgi boyliqlarni qutqizish deymiz.
Chiroyli gap qilishni qachon o'rganarsan? Bu yerda ikkimizdan boshqa odam yo'q-ku. U qip-qizil o'g'irliq tursa. Bo'ldi. Sana gap to'shatqil bo'lmaydi. Uxlayli. Ular ichkiriki uyning biri-biriga tutash ikki hujrada yotadi. Kinaton sol tarafdagi yotiqiga kirib ketishi Karnik Moller tishini cho'tkalab bo'lib kiyimlarini soldi. U doim beshini egiz qo'yib yotqashqa ikki dona pay yostiqni jo'plab karvat yo'lanchigiga tiyib qo'ydi-da, derizdan marab turgan bir tarafi dog'lashgan oyga qaradi. Ay nuri derizdagi gul barglari orasidan uning yuziga tushib turadi. Karnik Moller cho'nqur xursinib qo'ydi. Chunki uning kalisiga yanala Inoyat Axunning qilmishlari kirib olgan edi. U masxiralik gülümsirab Mollerga tikilib turadi. Bah. Uning gaplarining sisiqligichu. Agar u biror oliy bilim yurtlarida o'qigan bo'lsa, olamshumul notiq bo'lgudek. Hiliqi adliya tusini olgan so'roqda Moller o'zining ketkizib qo'yganligini keyin tushundi. U nimishqimi? Sen menila emas, mening ustozim Lavriniz janobnimi oldiding, degan bo'lg'aydi. Shu chaqda Inoyat Axun tamtirmay, g'uduqmay yijaygincha. Ustozing unchilik bo'lsa, senmi chaqliqkansan, dedi. Bu so'z hozirgacha xuddi singmay turib olgan lo'qmidek uning yurak bag'rini o'rtab, yegan ishkini chiroyiga chiqmay kelyotdi. Hey Inoyat. Karnik Moller tish orliqlaridan shivirlashga başladı. Sen yurakimga ömrümning oxirigacha unutilmaydigan nashtar urding. Jahon shumul olimlarni 5-6 yil ahmoq qilding-a? Sen xotalik nimancha aqllik tursan? Seni turmaga kirgizatmay, o'z qo'lim bilan itivasamchu. Karnik Mollerning o'z go'shini o'zi jigudek bo'lib g'azabga kelishi o'rinsiz emas edi. Ayni zamonning olimlarini 5-6 yil ahmoq qilib, ularni sarosimiga solgan, bilimlarining mukammal bo'lmaganligidan o'zlarini ayiblagan. Yevropadagi har qaysi davlat bilim ahlining dunyoviy muzi yarmankalarida ko'zlarini olichakman qilib o'tgan, orqa-orqadan ilmiy muhokamalar e'lon qilingan, ilmiy maqolalar yozilgan, davlataro munbarlarda dokladlar berilgan ajoyib kashfiyot xo'tallik chala savat dehqonning aql parosidan obrida bo'lgan saxta, yolg'on mahsulot edi. Bu haqiqiy bo'lgan voqea. O'tganda Uyg'ur agentligi betidimi yoki Tahir Iminning o'zining betidimi bu to'g'ri bir xabar ishlangan. 5-bob. Qarong'ulik kepalib olgan qum tog'laridan ko'tarilgan oy cheksiz qum cho'lligini girimsiman yo'ritib turadi. Uning nuridan hamma atrof ko'kiy sirliq tilsimiga aylanib qolganda qiladi. Bir kun yo'l yurib borgan Gulbodam otdan tushib bir kecha tunugidek aplik o'rin tepish ko'yida atrofga nazar tashladi. Oldida ancha egiz bo'lmagan bir do'ngdan boshqa yer tuzlanlik bo'lib, u yer bu yerda yetim to'g'roqlarning g'uva iznonlari ko'rinadi. Bundaq aydalada yetqush hayvonlar bo'lmagan taqdirdimi, ko'zga chiliqadigan bundaq yerda yetish bexatar edi. Gulbodam oldidagi yeyilib yotgan do'nglikka etini yetlab mangdi. Do'nglik usti yumshoq qumliq bo'lg'ashqa silincha bo'lmasimi bo'laveradi. U otqa g'anjo'g'ilgan xurjun, tulum, to'g'rilarni yerga tushirib otni egardan bo'shatdi. Andin tulumdan jamg'a suv quyib, otning tumshug'iga tutqa edi. Qashqa yulduz birdamla ichib etib, xuddi rahmat degandek bo'shqina purqib qo'ydi. Bir kun kechgacha ot ustida silkilinib bel va yo'tilari oromsizlayotgan Gulbodam qumga o'zini o'ngdisiga tashlabdi. U birdan bir tarafi dog'lashgan oyga, charaqlagan yulduzlarga qarab yotgandan keyin o'rnidan turdi-da, bo'g'iz tayyorlangan to'rini otning beshiga kiygizdi. Ondan uning peshonlarini silab turib: "Bu qitim bo'g'izni chiqib berdim. Kechicha hushyor bo'l. Biror shapin sessanglar mong bishorat ber. Bo'lmasa seni hargiz yulduz demayman", deb pichirladi. Ot intayin aqlli ham hushyor jonivor. U ko'pincha o'ra turib uxlaydi. Nagan-naganda yetib qolgan taqdirdimi, mugdaydiki uxlamaydi. Ammo shitir qilgan chashqon o'tib ketsimi, quloqlarini shingshaytib, ko'zlarini chekchaytib, kishnaydi, purquydi.
Bo'lmasa yer chapchib egisiga shapa berdi. Şoňa Gülbadam ovga chiqqanda birər yerimdam ko'z yumib xotirjam aram oladi. Hatto u uyda yotgandimi kichkina shapini sezgan yoki hidini yedilgan qashqa yulduz eg'ilda turib orqa-orqadan qattiq kishnaydi. Dukuldatib yer chapchiydi. Ba'zida ularning uyi atrofiga qumliqning oq tulkisi to'xu o'g'irlig'ili kelatdi. Ochiqi zahardek yaman modullar kechalari o'g'loqlarni bo'g'ib elib qochatdi. Qashqa yulduzning g'alita kishnash, toqatsiz dukurlashlaridan nima bo'lganligini bilib olgan Gulbadam osmonga qartib ikki pay o'q atgan hamon tulka modullar qechib, qashqa yulduz jimib qolatdi. Gulbadam etining peshonlariga suyib, bo'yin sag'riqlarini silab, "Mening yulduzim, aqlliq yulduzim, seni Parvin deymi yoki Cho'lpon deymi?" deb erkiltib ketadi. Bu yerdagi Parvin o'kar yulduzi. Gulbadam o'rnidan turib azroq non yeb suv ichib olgandan keyin miltiqini batlab qo'liga ilibla atquda qilib elib, uning tasmasini bo'yniga o'tkazib oldi. Andin xurjunni beshiga qo'yib, qumdila putlarini uzun sunib yulduzlarga qarab yotdi. U sodiq hamrohi bo'lgan miltig'ini bilaklari orasiga ilib quchoqlab olgan edi. Birdilla uning ko'ngliga nimadir bishorat bo'lgandek o'rnidan turib ketdi. U atdan bir oz yiroqlashib, qum to'pida tayammum qilgandan keyin tahajjud namozi o'tash uchun xurjundan oppoq libos bilan nepiz daka ro'molini oldi. U qumliqdan pastlab tushib, so'sirrang gullari qurib qolgan bir to'p qo'ng'iroq tikanning orqasiga o'tdi-da, quloq qiqib namozini boshladi. Yiroqdan u xuddi paxta yulg'un ko'chsidek oppoq bo'lib ko'rinadi. Gulbadam o'rniga kelib yotgandan keyin xilgacha uyqusi kelmadi. Cho'l kechasi to'limi jimjit, sukutga cho'mgan edi. Faqat tun kastanchuklarining uyquliq kir qilgan sus ovozi bilan qurut qo'ng'iz chekatkilarning chirildishi anglanib turadi. Qarang'uliq tiqilgan jaziraning yiroq tomonlaridan allaqandaqdir o'qiyotgan, ishqirtgan, zaif ingrigan yoki yig'ilgandek qo'rqinchli shapilar anglanib qoladi. Qisqasi, butun kecha ro'shan bo'lmagan sirliq ovozlarga to'lgan edi. Biroq Gulbadamni azroqmi suri bosmadi. Uning bundaq cho'llarda to'nab qilishi tunji bo'layotgani yo'q. U o'smirlik chaqlardan boshlabla o'chka, qo'y, kala otlarini haydab, o't-mo'l joylarni izlab ketadi. Yiroq to'qay, jangal, chatqalliqlarga opirib bir necha kun beqib keladi. Kechalari qumda ajoyib zo'r to'g'roq qo'llarida miltig'ini quchoqlab yotadi. Bir shapini sezgandek bo'lsa, miltig'ini osmon qartib atadi. Gum qilgan ovozdan mollarmu egisining o'zlarini qo'g'dayotganligini bilgandek, g'ujmak to'plashib mugdishadi. Bo'ron chapqun, yomg'ir yeshin uni hargiz qo'rqitolmaydi. Bir qitim tuyuqsizlar bir parcha qora bulut kelib, yomg'ir shoqirab yig'ib ketdi. U qeri to'g'roqning o'nkirdak yo'g'on kavukiga kirishi bir yirtqish mo'lun qechib chiqib ketdi. Gulbadam cho'llarda yolg'iz yerim qolgan chog'larida bovisining so'zlarini esga oladi. Abdulla bovay uningga: "Odam qo'rqqan sir sur bosidi. Sur bosqan siri putqulda jon qolmay aqlidan azidi. Qo'rqinchoq odamlar Allohning eng nobop bandalari. Alloh qo'rqinchoq odamlarga saxovat ko'zi bilan qaramaydi", deb nasihat qiladi. Shunga Gulbadam kichigidan tortibla qo'rqimsiz cho'ng bo'ldi. Bovisining uningga o'rgatganlari bekmu ko'p edi. Adnasi ularning uyining orqasidagi qum barxanlari orasida parcha-parcha kichik-kichik terilg'u yerlari bor bo'lib, bosh bahorda u yerlarni ag'dirib arpa chachatdi. Chat cho'risiga oq chamg'ur, Makka chamg'uri, qizil marjandek ushoq bo'ladigan g'udur sho'xlalarni terib qo'yatdi. Qumluq kunduzi qizib, kechasi suvib ketgachkimu ziroatlar shabnam bilan ko'klab yashiratdi. Shundaqdimi bovay bilan navri qiz yiliga biror qitim quduqdan suv tortib chechib sug'uratdi. Gulbadam atiyazning bir kuni to'paqni saponga qitib, aliqandek parcha yerlarni haydamoqchi bo'lib turganida, uning beshida qarab turgan Abdulla bovay dehqonchilik qilishdagi amri ma'ruflarni tushuntirib ketdi. Qizim, o'yni qo'shqa qatqanda huval avvalu val oxiru val zohiru val batinu va huwa bi kulli shay'in alim
degan oyatni o'qish kerak. Bo'ladi bova, Gulbodam qizdirib ketdi. O'yni saponga qitib haydaganda va top beshidan qaytganda o'qiladigan oyat esimda bor. Qarasla balam, arpa pishqanda yo qaddim. Bug'doy pishqanda yo jalil. Shol siyriqdiganda yo Vahhab, yo Sabur. Mosh purchoq qatqanda yo Aziz, yo Karim degan tasbihni aytish lozim. Uqdim bova. Bovay turmushdagi har bir o'zgachiliklarni islom mizonlari bo'yicha o'rgatadi. Shunga qizning ko'nglini Alloh muqaddasdir degan e'tiqod quyoshdak yo'ritib turadi. Xuddi oltinga yaqin yursang, chingi yuqar degandek, atlima go'sh vaqtidan tortib, bovisining yinida ta'lim olgan Gulbodam cho'ng bo'lgan sari adab axloqliq, hayo nomusni ulug' biladigan, go'har tepivosmu ko'z qirini solmaydigan, haromdan qo'rqadigan, birovni o'rinsiz ranjitmaydigan fazilatli qiz bo'lib yetildi. Darvaqa, bovaymu qattiq qo'lliq bilan o'zining aqidasini navrisining butun vujudiga qondek singdirayotdi. Bo'libmi, Abdullah bovay ota-bovalar ham qadimgi ajdodlar ruhini, ularning qoldirib ketgan urf-odat, qoida-yusun, turmush mizonlari, aql-farosat bilan kashf qilgan oila jabduq, nafis buyumlar, china qacha, dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik, har xil hunar kasb, qurol saymonlari, hatto bir tal jingna, bir g'erish yip qatorliq narsalarni to'tiya biladi. Biroq bir to'p ajnabiy tavakkülchilar taklimakondan iborat sirliq jaziraga oyoq bosgandan keyin tarim o'ymonliqidagi qum ostiga ko'milgan qadimiy madaniyatni bulang-talang qilishga boshladi. O'rta asrda shonliq madaniyat yaratgan, lekin yaqinqi zamonga kelganda tarixning chang to'zonlariga ko'milib, o'zini va ajdodini unutgan, o'z narsalarining qadriga yetmaydigan, uning ruhiy qiymatini tushunmaydigan bu beparvo xalq ajnabilarga yolinib, ajdodining madaniyat meroslarini setib yeydigan ochko'z qullarga aylandi. Bara-bara paranglarning ozg'ina puliga dandab qolgan turkum odamlar kasblashgan, go'har izdiguvchilar guruhiga aylanib, ota-bovalarining ruhini tinch yotqizmadi. Go'har izdanguchilar degan chiroyli tonni yepinib olgan bu odamlar amaliyotda kepan o'g'rilari, qadimgi miros bulongchilari bo'lib, ajnabilarning ov ishtilari edi. Mana mushu odamlarning biri Abdullah bovayning o'g'li Mirkomil edi. U dadisini yoshirun, go'hari izdiguvchilar bilan billa ajnabilarning yundisini ta'min etib qolgandan keyin ularga qaytilib ketmoqchi bo'ldi. Qancha nasihat qilib uni niyatidan yondira olmagan Abdullah bovay oxiri Mirkomilni kaltak bilan urib uydan qo'llab chiqardi. Oyga tikilib yotgan Gulbodamning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilmoqda edi. Dadisi uydan chiqib ketganda, u 4 yoshlar chamista bo'lib, Mirkomilning chiroy shaklini ancha asga ola olmaydi. Faqat egizbo'y bir odamning siymosi ko'z oldiga xira-shira keladi. O'g'il bola qo'soqqa amroq bo'lg'ashqa onasiga, qiz bola ojiz bo'lg'ashqa dadisiga amroq degan gapni ko'nilar bilib debdikan. Dadisining qilmishi ko'ngliga xo'p kelmasimi, Gulbodam yanala dadisini eslaydi, uni seg'inadi. Ba'zida tushlarida mavhum bir sima ayon bo'ladi. Momisi, dadisi, onasi, xolbonimlar uni bu dunyoning xarobxonasiga tashlab ketib qoldi. Ammo vafodor bovuslar uning beshini siylaydigan shafoatchisi, saxovatchisi ham g'amguzori edi. Qopqon yo'qolgandan keyin Abdullah intayin bearam bo'ldi. Kechalari ulug' kichik tinishlar, o'zini u yoq bu yoqqa tashlab uyqudan bidor bo'lishlar, chiroyidagi betoqatliklardan uning azoblanayotganligi chiqib turadi. Buvisining: "Qizim, ro'zg'orimizga o't kessimi qaraydi chaqliq, ammo qopqon bilan qamchilarini o'z jonlaridan saqlasizlar" degan gaplarini esda saqlab kelayotgan Gulbodam qopqonning izderikini qilib, uni nadin bo'lsa tepishni qasamyod qilgan edi. "Hiliqin landiti odam nadimi toparman?" Gulbodam yulduzlarga boqinicha pichirladi.
Agar u qopqonni ajnabilarga setayotgan taqdirda, bo'ynimdagi marjon, qo'limdagi bilezukni setib bo'lsa-mu, chuqum qaytarib olaman. Agar unimisa, beshig'a miltig'imni tanglab jinini olaman. Bugun bütün bir kun yo'l yurgan Gulbadam ko'zlarini asta yumdi. Chunki u ata saq bir kun qattiq yo'l mangsa, Uyg'unlikka Qarqash diyorining qarisini ko'ralaydi. Shunday qilib, kitobni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelay qatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.